Alo. Assalomu alaykum. Abdulhay adasi sizmisiz? Ha. Men Abdulhay sinf rahbariman. Maktab hovlisida sigaret chekayotganda ushlab oldim. Tushunmadim. Maktabga tez yetib keling. Hozir boraman. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sen chakdingmi? Ha? Qatdan o'rganding chakishni? Ha? Chakishni qatdan o'rganding? Ha? Mushtum deb bo'lib turib, hali orqangdan shunaqa gap eshitamanmi seni? O'zingizni bosib oling. O'g'lim, sen chakyapsanmi? Uyda bola bilan kim dars qiladi? Men dars qildiraman. O'g'lingiz nima fanni yaxshi ko'rsin bilasizmi? Yo'q. Nima deganing bu? Qaysi fanni yaxshi ko'rishini bilmaysanmi? Bola tarbiyasi bilan faqat men shug'ullanmayman-ku. Ertalabdan kechgacha ishda bo'lsam, uyda o'tirsang, bitta bolaga qarolmayapsanmi? Uy ishlarini qilib charchayoman. Ota bo'lib siz ham shug'ullansangiz bo'ladi-ku o'g'lingiz bilan. Mana tarbiyaning oqibati chakyapti, yosh bola chakyapti. Yo'q, men sababchimanmi? Ota bo'lib siz tarbiya bersangiz bo'ladi-ku. O'zingizni bosib oling. Abdulhay chakkani yo'q. Men sizlarni aldab chaqirib oldim. O'g'lingiz shu sinfning eng yaxshi o'quvchisi. Sinf sardori. Hamma fandan 5 ga o'qiydi. Olimpiadadan 3 marta oltin medal olib keldi. Shuni bilarmidinglar? Yo'q. O'g'lim oltin medal oldingmi? Ha? Rostdanmi o'g'lim? Nimaga menga aytmading? Aytgan. Sizlar e'tibor bermagansizlar. Anu, ada matematikada olimpiadaga boraman. Hammani adasi olib boryapti. Samon bilan boring. Yo'q, men ishga borishim kerak. Oying borsin. Abdulhay, nimaga yig'layapsan? Nimaga uyga ketmading? Boshqa yaxshi o'qishni xohlamayman men. 5 olishni ham xohlamayman. Nimaga? Olgan 5larimni kimga ko'rsataman, ustoz? Hech kim ko'rishni xohlamaydi. Nimaga men yaxshi o'qiyman, hech kimga kerak emas-ku. O'qitgim kelmayapti. Boshqa a'lochi bo'lishni xohlamayman, ustoz. Voy, o'rtoq, kecha shunaqa zo'r to'y bo'ldi. O'zi ham to'yga kelmagan odam o'zi qolmas. Shunaqa zo'r to'y bo'ldi. Qarang, 5 oldim. Telefonda gaplashyapman. Qarang, 5 Yo'q, oldim. o'rtoqjon, senga emas. Bitta men oldim. Oyijon, qarang. Telefonda gaplashganda ham qilmaydi bular. Bu bola kim uchun o'qiyapti? Nima uchun harakat qilyapti? Abdulhay kuchli bola. U o'zini o'zi bilimi bilan himoya qilib ola oladi. Unga boshqa narsadan, ota-onasining e'tiborsizligidan himoya kerak. Biz emasmidik? O'g'il ko'rsam olim qilaman, qiz ko'rsam doktor qilaman, o'qitaman, ulg'aytiraman degan. Ular dunyoga kelishdi. Ular ulg'ayshyapti. Lekin biz hali ham bandmiz. Farzandlarimizga himoya kerak. Bizning himoyamiz.